Yo'g'in darslarni chiqib qolsalar yarashadi. Boy beringlar menga. Kim bilan so'zlasam desam, Fayzi bilan. Fayziga boshladi. Husniddin, o'zingizda nima gapga? Qalay dam oldingiz? Damlarni oldingizmi? Ani so'ragan narsalaringizni gaplashdim kecha. Hozir ularda ham o'ta qattiq bo'lib ketibdi. Chiqib ketibdi shekilli. Begoyim tepaga ko'tariladiganlar bormi? Tepaga ko'tariladiganlar, tepaga chiqadiganlar bormi? Qadri baland qadrlonlar. Pechkani achchiq yoqsa ham bo'ladi shekilli. Silver dedi. Silver aka mas'ul ekan. Bu oddiy suv, silverdan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Shu yerdaman. Xullas kecha gaplashdim Husniddin. Ularda ham qiyin bo'lib ketdi. Men senga qachonida aytganim, ash paytlari qilgizib olishing kerak dedi. To'san, menmi tepaga ko'tarilasizmi? Rahim akasi nomerida Telegram bor-u 4701. Fazilat. Kim bo'ldi bu Fazilat? Aka, yaxshimisiz? Savdolar bo'lyaptimi? Charchamayapsizmi? Spartak 97. Alhamdulillah, yaxshi rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamasdan tan-joningiz, xonadoningiz. Charchamay yuribsizlarmi? Sizda Rahimjonning nomerida bor nima? Jonimni ko'tarmayaptimi deyapti mana. Ish mehnat siyla. Men yaxshi rahmat, yuribman, kelgan joydan olyapman. Yangi kelganlar kanalga obuna bo'lib olamiz, like bosamiz aka-ukalar. Poddeshkada bo'linglar, hamisha poddeshka qilib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar qo'llab-quvvatlab duo qilib tursanglar, yaxshi bo'ladi hammasi inshaalloh. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda ko'chaga chiqib kelmayman.